Soğukalla doğrusudan bir gepli turam diye. Bir piyalı çay, bir piyalı çay, men alalı bay. Şimdilik dostlar, Abdülmüraylık Xalq Üçüncü Doktorxanası alayda hemkarlaşkan bir piyalı çay söhbetimiz hazır başlanış aldı duruvatıdı. Qashqardan Dilshod Vujjun ukamne bugün bir piyalı çay teklif kıldım. Dilshod şu özü en küçük soda sahasiga qadam qo'ygan yigit bu. Hem de hazır belgilik bir igilikki igi bulap, bizninki Tianshan'dan Jalip ve Şimalı'da nurgun malları bizning ailelerimizge, öylerge sınıp gitti. Bu yigit şunda tedrici terakki qilib da bu qatim bizninki 7. karar İpek Yolu Sadası'nın tacidarlığını aldı. Bu nimeden direk verdi o diye vakitte? Vujjun şirketi üzdüksiz tirishib hozirgi holatga shakllanganligining bir yaxshi namoyandasi deb qaraymiz. Sen shu 6. qarorining hal qilg'ich musobaqasida Vujjun deydigan bir naqshini aytding. Bu naqshi yoshlarni o'ziga bek jalb qildi. Uning ustiga cho'kallar to'g'risidan bir gapli turam deya. Bu Vujjun degan naqshininki ijodiyatini kim qilgan? Bununki ijodiyati Hojimat Qurbonninki. Şiirini mi hoca yazgan, müzikasini mi hoca işlegan ama sen mi nayet yaxshi urulapsa. Demek sen sanatga mi qiziqsa? Burundan aka. Qancha naqsh chiqadi? 13 chiqadimki. Xel naqshchilimi 13 naqsh chiqirpaqmi deydi. Demek sen sanatga, so'diga mehr qo'ygandek, sanatga muhabbat beribsan-da. Ama ikkinchi yuriking sanatni yaxshi ko'rdi ekan-da sening. Ha, zaten muştan qildim mening ta hozirgacha uxlasammi, o'ylaydiganim shu. Mush tijoratdan topgan 5 ko'nga pulimizni mushtarab xajlab. Taq men hozirgacha hamda tijorat oldiga silvag'achqa naqshildan nurg'unlarni tayyor qilgan. Ilam bu nurg'un naqshlayapti, sizmi bir qilib beradingiz. Eng muhimi seninki tijoratingninki to'lim yuksakda bo'lishini, osmondagi yulduzlardek jiq pul tepishingni umid qilaman. Chunki sen pul topsang, oilangni, ijtimoiy turmushdagi munosabatlik taraflarni yo'ritish bilan birga, bizning san'atga mablag' solasan desa. To'g'ri. Bizningki sen bilan 9. qarorni, hatto 10. qarorni birga etmenişimizga ko'zimiz yetidi. Sen pul topsang biz xo'sh bo'lamiz. Uning ustiga Abdülmüraylık Xalq Üçüncü Doktorxanasimi hammamiz paravan bo'lsak, boy bo'lsak, sog'lom bo'lsak, Abdülmüraylık Xalq Üçüncü Doktorxanasi xo'sh bo'ladi. Dilshod ukamninki da ko'zdan qarab baqsam, mush programma balduroq boshlansa bek yaxshi bo'ldi deb o'ylayotgan o'xshaydi. Ko'zim 5 yil oldi. Bo'ldi biz ashunda qilamiz tayyorligimiz puxta bu qatim. Vujjun İpek Yolu Sadasi programmasini biz yangi uslubda hozirgi davrga moslashgan, yoshlar yaxshi ko'radigan, ham ko'n taratquv bilan hozirgi yangi taratquvni birleştirge asasda biz katta işlemekçi. Bu kelar ayda çokum biz desktopda qo'zg'atish ishini olib boramiz. Bizning maslahatlarninki bu ishdan xotirjam bo'lishini chin dilimda umid qilaman. Seninki tijoratingga utuq tilaymiz, naqshlaringga utuq tilaymiz, hamkorligimizningki to'limi uzoq muddatlik bo'lishini tilaymiz. Rahmat.
asımı huylangan, tegip kesse boynamgan. Aldanmaydı bu yürek gibi yalgan cuvanga. Taş asımı huylangan, tegip kesse boynamgan. Aldanmaydı bu yürek gibi yalgan cuvanga. Hocam haylanla ağlıga, hocam haylanla nasıga, hocam çıtketnanla yaştanla, çuvallanın damıga. Hocam haylanla